chiqmang. Chiqqaningiz bilan. Nima jinnimi? Siz o'g'irlik qilganingizga jinni bo'laman. Ha? Nima qilyapsiz? Nima mashinasiga solyapsiz bolalar rizqini? Nimalar solyapsiz? Nima haqqingiz bor shuncha narsani unga solib bergani? Asallarni bizga bermaysizlar. Mana asallar bizga berilmaydi. Nima qilib? Oshpazlar do'stlarni yana qoching, nima qilasiz? Nima qilib? Zaxozda nimasiga solib beradi? Zaxoz kim bizni bor vazirda aytib chiq, yugur bor. Ko'timiz ko'laydi. Mana qochyapti vazirda. Meni xonam Xursandi xonasi degan. Mana qilib sutlar ketadi. Yana bizni Vasil yugurgan, Vasil maqa yugur. Bo'l. Yo sen kelor maqa yugur. Mana qilib berishaveradi. Olyasi bizni jinni deydi, lekin biz ishlagani qo'ymaydi. Biz to'g'ri ishlasak, biz to'g'ri hal qilsak yomonmiz. Mana o'zi prostayo'z, mana uyga ketayotgan narsalarni ko'ringlar, mana bolalarning rizqi. Mana bugun bizga silvichni berilmadi, silvichni ham yo'q dedi. Asal ham yo'q dedi. Ke Vasil guvohsan mana. Mashinasiga Madina solayotgan joyda jinnimisiz deb men telefonimni tortib o'zi qochib kirib ketdi. Mana guvoh. Ke ochma uni. Ana qochib menga achchiq qilib kirib ketdi jinnimisiz deb. Lekin bizga buncha narsani berishmaydi. Qachon shunaqa qilib ketadi. Zaxozda mashinasi bekorga vatga kirib turmaydi. Mana bir kiletga tuqqan. Bolangiz eringiz o'ldi, qaynatingiz o'ldi, qayningizga ogohlantirish berdik, uyingizga olib kirib sotyapti, uyingizdan olib ketyapti. Yana uyatmaganingizni qarang, Madina. Nimaga o'chiraman mana. Uyatmasdan sumka mashinasiga solyapti, men qarang. Mana ular hammasi ko'rib qochyapti, qo'qiyapti undan. Mana mashinasiga solayotgan narsalari. Mana men oddiy tumaloq videoga tushmay, face kontrolga tushganimda meni olib yozimman deb hammaga qarshi qilib qildi. Mana ko'ringlar, kimda shu ahvol, mashina mana qilib monta turadi. Shu yerda yuklaydi. Mana biz ko'rmaymiz. Hozir mana bugun poylab yurib odamlar mishmishiga eshitib kiruvdi. Mana guvohlar. Qayerga ketyapsiz vazir? Qo'rqmang, ketmang. Shuncha narsa, keling. Qayerga ketyapsiz? Kel. Gapiraversin. Qo'rqsin bolalarning rizqida. Nima unda qiladi? Bizni ko'timizni ko'ylayapti-yu. Biz nima qarab o'tiramizmi? Yo, hech nima qilmaydi. Nima qiladi? Bu majbur qildi deydi. Doktorda nimasini so'rayman? Doktor bilgan yo'qmi? Qiz hozir men choyga kelsam, keting dedi. Mana doktor har kuni ketyapti. Ko'ryapman, men ho'tdan videoga olayotgandim, ichida nimaligini bilmayotgandim. Mana nima asalni bizga bermaysizlar. Bu go'shtlarni qaranglar. Nima undaqasizlar? Bu go'sht alohida. Mana go'sht alohida. Bolalarning rizqi hozir somsani ko'proq qilinsam, yo'q, xarajat ozgina dedi. Mana sut. Mana sariyog' umuman berilmadi bugun. Mana kletkada tuxum. Ko'ringlar 53-bog'chani ahvolini. Xodimlar hammasi qo'rqadi mana, qochishyapti. Ashini kelinda mo'yapti. Mashinadan olasizmi? Mashinaga solayotgan joyidan manaqa men kelib qoldim, nariyoqqa yashindi. Men olyapti o'zi. Nariyoqqa yashinmadi, keyin hoytga borib turib qaytga undan oldin choyni bahona qilib kelsam, kirib ketdi. Oppa, o'zim olib borib beraman deb. Har kuni mashina qilib ketyapti, hamma ko'ryapti, qo'rqyapti. Keyin hozir qaytib yuklab bo'ladimi? Orqasiga solyapti odam. Nargi yonboshidan men kelsam baqib o'tdi. Solyapti. Lekin oppa, unaqa qilmang deb, siz qo'rqmang deb, nima qo'rqasiz? Mana buni qarang. Asalni biz qachondan beri ko'rmayapmiz, uni. Go'shtlarni ham, sutlarni ham, bodring, silvichni umuman bermadi bugun.